Senin için cefa çekti Ferhat, o dünyada öttü
Ne alıp var ne? Bu ne olsun? Asla. Şey bayram dedim. Çeme. Bu hareket sen çeter çıkar dedi. Kapılara vızıldım neydi? Allah geçti yani arkadaşlar. Aslan. Masih dia terus bel. Down. Orada ada. Beş mal spakone kadar ha? Vah çebe. Hasta adam. Evet, ne olacak? Ha? Olanda 3 an yani fazla mıydı adam? Dedi. Fazla bu başarı ya dedi. Diye kadar.
To'xta. Qarab ketyaptilar. Baqadim, adaş ekanmiz bu. Niyam olib ketyapti baladan. Yenge balasını uzattı. Ellerini koyalım. Ne tıpkı kalktı bazı. Kaç verdi? Bu burada burayı verip yıkamasa. Sarıcına koyup baktılar.
Eşit doymusu mu? Umarım biraz. Yaman şeytanı ben bu yerlere. Yaman geçesin anında. Koyular olsun oğlum. Kollarına saklamanlar. Nekah roldan sıkıl yapalım. Hacı ki. Kolumda akıda pek çıkanlar ki. Hepimiz bileceğiz ama. Yaman bulan bereketi nasıl alıyor? Bakalım çıkma. İlk onu üçgenle karap verin. Koyunda bile çöllerge kiydirdim. Kudayım hem baxtlı bulsun, iki okuş akarırsınlar. Oğul kızları Barakallah. hizmeti büyüsün. Hem açılırken hemen kafamın ileride toy olsun. Her Ahmet. Bunlar hep ama bize aramış yapıyor. Sen ama ne var mı? Akılda ben ama sen var mı? Dolar şu Bu yengelerine var. Hemen sen. Hadi o kadar Bu tuvalete giremem bu şampuanla. Tamam mı? Kızlar maskesi o neydi bu?
Gel. Yok. Bundaki kellesini ya ne birbirinin fotoğraf tutanını koysattı. Yap gibi. Ata aynen. Şapkacı şertacı hangisi abi? Oynanına koysattı. Hayır mamacığım yeme alsan da. Aynen koy aynen hiç bilmiyor. Hayır öttem aynen de alak yok. Kalk atamın orada kısılmaz kendini al. Hadi bakalım. Hadi. Var mı o kadar geçecek? Kanada'dan
Tamam. Dükkanın yanında çürüm. Zaten şuraya mı? Mono da şuraya. Zaten şuraya. Tutam şurada, tutam. Kaç. Ya
Ya başını güzel. Gelin başına. Qadam bilan kelin kelibdi. Mehmon emas, mezbon kelin kelibdi. El salomin tabarruk deb bilibdi. Tinglang, ko'ring, kelin salom beradi. Yig'lab to'shaniga kirsa kelinchak. Yolg'on yig'lab, chin quvonib tursa kelinchak. Qanday baxt bu, ta'zim qilib tursa kelinchak. Tinglang, ko'ring, kelin salom beradi. Tingla kelin, chimildikdan ta'zim qil. Ko'ngling pok tut, hurmatingni azim qil. Har salomda chin yurakdan ta'zim qil. Tinglang, ko'ring, kelin salom beradi. Odam asli odam otadan. O'ngan Havvo nabi Fatmodan. Nikoh qilgan Bibi Maryam mama Havvodan azizlar nomini yodlab ber salom. Hamma xalqqa odam ota farzandi. Qon qarindosh mama Havvo dilbandi. Oila muqaddas nikoh payvandi. Ahd paymon kuylaringga ber salom. Quyosh bilan bastalashgan jamoli. O'sgan uydan ushtu ko'z kamoli. Tabarrukdir kelin qizning salomi. Tinglang, ko'ring, kelin salom beradi. Sigir soqsang, suti bo'lsin kelinchak. Salomlaring qutlug' bo'lsin kelinchak. To'y berganlar baxtli bo'lsin kelinchak. Avval boshdan to'yxoningga ber salom. Hikmatlari olam jahon momalar. Avlodlari bo'lg'ay omon momalar. Nomin tuzak jannat makon momalar. O'tgan enang ruhini shod etib, bibi enangga ber jupdan egilib salom. Dunyo ko'p qadimdir, tarix ham uzoq. To'y ko'rgan shukr etsin, u g'amdan yiroq. Ko'p yaxshilar o'tgan, tabarruk tuproq. O'tgan To'g'riboy otangni eslab ham jupdan egilib bergin salom. Rizqi ro'zi misyor bo'lib o'tganlar. Xalqi uchun darkor bo'lib o'tganlar. El yurtiga sardor bo'lib o'tganlar. O'tgan Ortiqboy otangni eslab ham jupdan egilib bergin salom. Tiriklar dunyoni obod eyligay. O'tganlarni farzandlar yod eyligay. Ruh pokin saloming shod eyligay. O'tgan Rimboy otangizni eslab ham jupdan egilib bering salom. O'g'il qiz o'stirgan davlat taxt topsin. Yaxshi ta'lim bergan Iqbol baxt topsin. Qarrini siylagan yoshlar baxt topsin. O'razmat otangizga jupdan bering salom. Nevara chevarani
yüzlerin körgey. Erkelep açıkan sözlerin körgey. 100 yıllık ömrünü gözlerin körgey. Şerifenize berincikten salam. Adapli ikramlı baxtli bo'lgaysan. Mehnatda martaba taxtli bo'lgaysan. Duolarini olib baxtli bo'lgaysan. Yoqchananingizga jup salom. To'yga to'ldi osh yo'llari ko'z oydin. Qutlab keldi mehmonlar ko'z oydin. Orzu niyat armonlar ko'z oydin. Quvoni kelin yaxshilarga dilbandsan. Siyla kelin qalbi qalbga payvandsan. Farzandli bo'l, farzandiday farzandsan. Qaynotangiz mard kishidir hurmatda bo'l. Ko'ngli ochiq yo'l ochiq himmatda bo'l. Ota rozi, xudo rozi xizmatda bo'l. Savlat birla turadi, ko'nglida ko'p murodi. Ko'p qo'ngan qaynotangiz ochilib ekan o'zina bering jupdan salom. Shu elotda mard kishi sultondir. Ko'p el kezgan, do'stlar topgan insondir. Qichiq qachiq mehmon kutgan mezbondir. Qorasında qo'ylari, o'nglar bo'lg'ay to'ylari qaynotangiz yana jupdan egilib bering salom. Kundan saqlab soya bo'lgan parvona, suvdan asrab kana bo'lgan giryona, mehr qo'ygil o'z onangdek qaynona. Tadbirkor rejamnidir har ishda. Uy ro'zgori anjomlar farishta. Farishta desalar, misli farishta. Yaxshi bo'lgil, el yaxshi deb aytsin kelin. Uyini ko'rki, ham yaxshi deb aytsin kelin. Xizmatlaring sening ham kelingdan qaytsin kelin. Qaynonangni o'z onangdek bilgaysan. Doim uni hurmat qilib yurgaysan. O'g'il qiz o'stirib sen ham qaynona bo'lgaysan. Do'stlar bilan bo'l ulfat, kelin olib ko'rgay rohat. Mehridarya qaynonangiz Manglabekka opani o'zlarini bering jupdan egilib salom. Quyosh bilan yaratar kunduzingizni. Yaratsin debdilar yulduzingizni. Yulduzim, kunduzim deb suyar o'g'il qizingizni. Tongdan tinglab farzandini arzini, ko'rsam degan sunnatini farzini. Birga uzang oq ustini qarzini, Mehridarya qaynonangizga yana jupdan bering salom. Kim quvonmas shunday kunni ko'rganda, bir azamat ikki bo'lib turganda, kelini ta'zimla salom berganda, Yangoy akangiz tojgilinangizga jupdan egilib bering salom. Qadamingdan shodlik nuri to'kilsin. Bu xonaga gulni xolay bersin. Adil qadding ta'zim uchun egilsin. Shomrat akangiz bilan qizlarga enangizga bering jupdan salom. Yaxshilikni izlagan, haqiqatni ko'zlagan, ko'z sevgi va favsalma yutinglar. Umr bo'yi baxt va shadotinglar. Injik bo'lma, yig'lab ko'zingdan etmagin. Vafoli bo'l, adil boshing ham etmagin. Siyla, suygil hech kimlardan kam etmagin. Shu yigitga baxtli davlat tegib ber. Olma o'zim anosini siqib ber. Shuncha yaxshi ko'rsang, bo'g'ani 15 kun o'g'il tug'ib ber, yigit beshik beklardan jupdan salom. Nurli kelin ostoning topsan. Ishq muhabbat bo'stoning topsan. Sevgi, vafo posponing topsan, yigit Rashidbekni egilib jupdan bering salom. Rashidbekga qaranda yaxshilab engiladi. Ko'p kechalar birga uxlab uyg'ongan. Qayg'urgan birga quvongan. Qutlug' to'yingizda bir yengilgan. Hammasi ham oshiq qara ko'zlari, tilaklarini jam qilishgan so'zlari. O'ynaganda bo'sh kelmasin, eshik ganing tarafdan g'ammoch qizlari. Tevragin o'ragan, qani Rashid jo'ra, to'ying qachon deb so'ragan. Yevgitni jo'ralari, Sharofbek, Dilmurod, G'ayratbek, Quvondiq va boshqa jo'ralarning hammasini jupdan egilib bering salom. Qizil almani po'sti, qaynotangni frontda tanishgan do'sti, frontavik jo'rasi, Rustamboy akangiz, Shematboy akangiz, Pashshajon opangiz, Rimajon opangizlara jupdan egilib bering salom. Ikki to'yni orasida qatnagan, qudalarni bir-biridan maqtagan, qudalaringiz maqtagan Botuvaydingiz, Bekajon xolangiz, ular ham jupdan egilib bering salom. Tuzganlar qardoshlik, baxtin qudalar, tilashli farzandlar baxtin qudalar, et bilan tirnoqdan yaqin qudalar, Xudogoylar, O'razoy aka, Ro'zbeka xolalarni jupdan bering salom. Shkafdagi oyna deng, qizlar yoqqan xiyna deng. Qaynonangizni singillari Gulora, Dermonay, Zarifa, Nasiba, Dulfuza, ukalaringizga hamda otamurodlari jupdan egilib bering salom. Chimildiqni bir uchundan tutib turgan, hamisha seni baxtingni o'ylab yurgan. O'zlar ham shunday to'la niyat qilgan. Bahorda ochilgan guldek bo'lsak deb, olikakni kundek bo'lsak deb, bizlar ham sen tezda sendek bo'lsak deb qonishib turgan o'zingni dugonalaring ham bir jupdan salom. Qiz kulgisi doim ko'ngliga yoqqan,
Kız talashga bo'lgan doimo chaqqan. Yaxshi qiz deb izindan gaplayotgan. Qaramasdan bahor yozi kishiga. Qiz talashar bildirmasdan kishiga. Uxlay olmas qizlar kirib tushiga. Bo'ydoq yigit becharalar ber salom. Tilasang ko'pidan tila, har qo'shiq har so'zi tilla. Qo'liga rubob olib qo'shiq kuylagan, dillarni eritib jo'shib kuylagan. Mashirboy doyangiz rahbarligida yegan hamma san'atkor akangizlara jupdan egilib bering salom. Kelin, yenge salom berib beringiz tolmasin. Tilak yoshlari yoddan chiqib qolmasin. Men qoldim aytmadingiz deb mikrofonni o'chirib qo'ymasin. Mikrofon tushsa nazaringiz ham qolmasin, ham jupdan egilib bering salom. Gul ochilgan yo'landa, yaxshi gullarda hamisha videosi qo'landa aynanda bo'lgan video chog'ingiz ham jupdan egilib bering salom. Go'shtlaganni bir chetidan yemirgan, yurak moydan otib suyak kemirgan, to'y oxona oldi botmasa birgan, tovoq tortgan ekanglari ber salom. Göz aydinda to'yga yo'l olibman. Bahonada salomchim bo'lib qolibman. Hammani aytibman, o'zim qolibman. Bu salom dokugan, kelinganda quyoshda durib, dellab pishib mikrofonda o'qigan 2 soat men o'zim ham bering jupdan salom. Bu to'ylarga kelganlar, xizmat qilib yurganlar, o'nlikcha hammaga jupdan salom. Endi uyning to'ri, sengadir kelin, marhamat uyingga kirib kelin. Karab ötesini çıktım. Köyüm perişan bugün, köyüm perişan bugün. Bülbülümle sağlama, köyüm perişan Biyaka karar, biyaka. Çimişke kağıt duyacak. Her sabah şükürtüne mi var? Her sabah şükürtüne mi var? Ben gördüm Şam ötürü. Hemen geldi, oturun ya. Serkan Aşkın. Video açıklarını bir tutmaz mı? Destek bayrakla patışıyor. Koşu kaçıp oturtma. Zuğ'a çağırdı o. Mikrofon koyacağım. Zuğ'a şükür atan da mı o? Mikrofon yok mu mikrofon? Bakan bir sonra çay oturayım. Mikrofon kaçırken yaptığı olarak Bir babasın da avukatın edeyse. Murat Akın mı? Murat Akın mı? Murat Akın. Ya video açıklarında bu. Ya. Ki. Sağ olun bana. Amına şirk bitme. Kocanın böyle şey yakın. Bak böyle olsun. Kemiye. Kapor var kana.
Assalom, hurmatli aziz mehmonlar. Assalom, qimmatli xushfe'l mezbonlar. Misol oqshomiga barcha guvohmiz. Naqadar quvonchli, baxtli bo'llar. Dasturxon to'rida kuyov va kelin, ikkala farzandi Xorazm elin. Bir-biriga yarashgan uzuk ko'zidek, uzoqlik surishsin davri davronlar. Oltin ostonasi bu koshona, yasatib qo'yilgan ajib shohona. Hayotga boshda ulalik qadam hali kuchajakdir sharafshonlar. Orzungiz ushaldi bugun onajon, jajji nabiralar tezda ko'payib hovlingizni tutsin shovqin surollar. Aziz mehmonlar, mana bugungi ikki yosh qalbni baxt misol oqshomini ochib berish uchun men hurmat bilan so'z navbatini mana shu elatni elatqo'mi. Har daryoning bog'lanishi soqasi bor. Har libosning keyingi yoqasi bor. Har elatni o'zi sevib saylagan mahalla otasi bor. Deya to'y orzu havasi o'ylarda bo'lg'ay. Niyatlab boqqan moli to'ylarga bo'lg'ay. 100 yil boshchi bo'lib mana shunday to'ylarda yurga deya Nejib akamizga beraman. Marhamat. Hurmatli o'rtoqlar, mana bugun bu yerga yig'ilgan hamma yosh va qori o'rtoqlar, bu hurmatli Ochilvoy oilasida katta shodiyona nikoh to'yi boshlanish davrida o'tiribmiz hamma. Shuning uchun shu yerda bu Rashidjon bilan Intizorjonning nikoh to'yida hammamiz yaxshi o'tirib, yaxshi ashulalarni, o'yinlarni tinglab ko'rib tomosha qilamiz. Mana shu uchun doktorimiz Intizorjon qizimizga mana shu to'yni tartibli o'yin va ashula tabrik so'zlarini olib borish uchun men shu qizimga beraman. Rahmat, Nejib aka. Kelin po'sho tabriklayman. Qosh qaro kuyov bilan. Kuyov yigit tabriklayman. Sarvqomat kelin bilan. O'g'lingiz bo'lsin Ibn Sinodek, qizingiz bo'lsin Zebin Sodek, o'zingiz bo'ling Tohir Zuhrodek. Davralardan davralarga o'tsin shu qaliyor. Ikki yoshni bir-biriga qo'shsin bu yor-yor. Bu to'yxonada ochibsiz yangi baxtxona, shu baxtxonada yangrasin qo'shiq tarona. Yana bir bor salom aziz, mehribon, chehrasi gulgun hamda tabarruk Mehridaryo Munis onaxonlar. Ishga choqqan opalar, mehnatda zo'r akalar, jajji yarim so'zli kishini shakar ukalar hamda tengdoshlar. Mana elatqom hozir Nejib akamiz aytganlaridek, bugun mana shu elatdagi ajoyib bir serfarzand xonadonda bugun mana orzulari ushalayotgan Ochilvoy akamizlar xonadonda, Manglibek opamizlar xonadonda ikkinchi kelin intizorni to'ylari. O'g'illari mana Rashidbek bilan birgalikda men mana shu fursatdan foydalanib, avvalambor mana shu 2 yosh qalbni o'stirib, ulg'aytirib, voyaga yetkazgan xonadon sohibi Ochilvoy akamizni, Manglibek opamizni hamda o'zbeklar odatiga ko'ra to'yimizda qatnashmayotgan intizor qizni, ota-onalarini, bugungi farzandlarini nikoh to'ylari bilan tabriklayman. To'y boshlabdi 2 yosh. 1 yoshlikka qo'yib bosh. Hamisha bo'ling yo'ldosh, to'ylaringiz muborak. Mana shu fursatdan foydalanib, ikkala yoshga baxt tilayman. Bular qo'sha qarisinlar. Uvali, juvali, baxtli, saodatli, bir-biriga sadoqatli, mehrli bo'lsin. Bularning kelgusi hayotlari tog' lolasidek kilo, bahor havosidek toza, buloq suvdek tiniq, umrlar uzoq, yo'llari porloq bo'lsin. Guldek ochilsinlar, ammo hech qachon so'rishmasin. Yoqangda 5 yulduz, qiyosh ochilgay. O'zing qiz bolasan, baxting ochilgay.
Nasibang qo'shilib kelding uyingga, yulduzing yarashib baxting ochilgay. Baxtiyorlar davrasining baxtiyori o'zingiz. Bugun barcha yori do'stning iftixori o'zingiz. Kuyov yigit haqqingiz yo'q bu dunyoda noshga, intizor deb go'zal yorning sevgan yori o'zingiz. Katta rahmat Rashidbek, intizor hurmatingiz uchun o'tirishingiz mumkin. O'zbeklarda bilasiz, azaldan odat, hurmatlar hamma vaqt mehmonni. Sizga kulib boqar baxt va saodat, sindiring e'zozlang avalanonni. Oldingizga yozilgan to'kin dasturxon, o'tirishar uzoq yaqinda mehmon. Yeb o'tiring ushbu noz ne'matdan, shunda sevinadi hamisha mezbon. Kechani o'tiring zavq va shavq bilan. Bundan lazzatlansin kelin va kuyov, kulgi va hayajon bilan. Yana chetda qolmasin hech qanday birov. Bugun to'yxonamiz nurga to'libdi. Stollar gulmon o'qirga to'libdi. Kechani sababini bilingizlar, Rashidbek Sardor ila intizor beka bo'libdi. Aziz mehmonlar, davra qatnashchilari, mana bugungi kechaga, mana shu xonadonga eng yaqin mana doilaridan Rashidbekni bo'lgan, Madaminni mana tug'ishgan akasi rahbarligida mana Urganch rayonidagi Navbahor ashula va raqs ansamblini bir guruh ajoyib san'atkorlari kelishgan, muzika rahbari Olivergan Yusupov mana rubobda Mashhadsoyisini o'zlari rahbarlik qiladilar. Doirada Hasanboy og'amiz, yana bir Navbahor ansamblining solisti mana Xolmuratlar jo'r bo'ladi. Endigi navbatni sizning ijozatingiz bilan qo'liga rubob olib qo'shib kelgan, dillarni eritib jo'shib kelgan san'atkorlarga bersak, marhamat.
Söz navbatini men hurmatli akalarimizdan abiret. Bir necha yillar shofyorlar sardori bo'lib, mana shu kolxozda ter to'kkan, hozirlikda pensionerlik gashtini surayotgan el-elati ichra aziz hurmatli, davralarda o'rni ma'lum savlatli, dasturxoni ochiq, mudom davlati bo'lgan Madina akamizdan boshlasak. Marhamat. Hürmetli ortaklar, bana Mengli Bike bilen açıl bugün en kumaşlı günü gelin düşürüp oğul ülettiriverdi. Aslında ben şagirtim desemem boladı, ağaynim desemem boladı, kardeşim desemem boladı. Bir neçe yıllar bunun ekeleri atalarımla birge işlegenmen. Şurada birge yaşaganman.
hech qanday bir-birimizga qattiq gap ya boshqa tartibsizlik qilgan emasmiz. Bundan buyog'ini ham shuni davom qildiramiz. Xudo xolasa, mana endi kelin tushirgan ekan xizmati buyursin. Yilga, kunga o'zlarina hammasine shunday bir xizmatli bo'lib, buyog'ina to'y ustida to'y qo'shilib ketaveradi. Katta rahmat Madrimaga, aytganingiz kelsin. Qalb istaklaringizga biz ham tilakdoshmiz. Sizni ham xonadoningizdan hech qachon to'y arimasin, boshingiz to'ydan chiqmasin deymiz. Aziz mehmonlar, endigi so'z navbatini yana bir hurmatli akalarimizdan biri. El-elati orasida tadbirli, ish tutishi aql va tartibli, og'ayni yor do'stlarga mehrli bo'lgan. Mana oziq-ovqat programmasiga hissa qo'shayotgan Madina akamizdan so'z navbatini bersak. Rahmat. Hurmatli o'rtoqlar, mana bugun biz og'aynimiz shu Ochilvoyning bir yaxshi quvonchli kunda o'tiribmiz. Avvalambor buni tug'ib o'stirgan, tarbiyalagan Ro'zmat Toya, sizga ming rahmat. Shunday bolalar yetkazib, bunday to'ylar berayotgan, bularni ko'rib quvonib yuribsiz. Bunday Ro'zmat Toya mana 5 bolani 5 uyga joylashtirib, hammalarni uyli ro'zg'orlik qildi. Ochilvoy ham xuddi shunday otasini o'xshab 5 ta uy ro'zg'orlik qilsin, shular nasib etsin. Ochilvoy ham shu otasinday martabali yaxshi o'g'il farzandlar o'stirish nasib etmadir. Mana biz to'g'ri aytamiz. Ro'zmat Toyani ming marta maqtasak arziydi. Buning bolalari hech bir to'yda, ma'rakada, ne bir boshqa yerlarda hech janjal chiqarmagan. Hamma yerda tartibli, intizomli o'tirgan, chaqirsa borgan, xizmat qilgan. Hammalari hozir ham nerda ma'rakamiz bo'lsa, to'yimiz bo'lsa xizmat qiladi. O'tirganda o'tiradi. Albatta shu Ochilvoy shularning mevalarini tortib o'tirgandi. Bu otasidan rahmat olgan, eldan rahmat olgan shularning mevalari menga butun buyuradi. Mana kelini, kuyovi, To'ravoyning butun ana oshna-g'illari shu O'zbekistonda yerdan kelib, shunchalik bizga mehr-muhabbat qilib, xudochilik qilib hech bizga ozor bermadi. Hozirgi zamonaviy tartibda hech narsa qilmasdan shu kelin-kuyovning ko'nglini to'yni qilaveringlar. To'yda o'zlaringizning holingiz yetgancha qiling. Bizga shu ham hurmatingiz, ham izzatingiz dedilar. Bularga ham katta rahmat. Hammamiz shunday bo'lik. Shu hozirgiday Ochilvoydikinday kelinalik, xudo topik shunday. Shu yerda o'tirgan qizlarimiz mana butun ro'zg'or boshlig'ida o'tiribdi. Kelishib shunday to'y qilik, shunday hurmatga sazovor bo'lik. Bergan mana to'ydan ma'lum bolalardan. Shu bolalar tartiblik uchun bizni tartibli bolalar yig'nalgan. Bir 5-6 so'm yoqda o'tiribdi, lekin osilib bular ko'zida o'tirish kerak bular ham. Bular ham uylanadi, ro'zg'orli bo'ladi. Shu rahmat Rashidvoy. Jo'ralaringga, do'stlaringga uzoq umr ko'r, baxtli bo'l, Ro'zmat Toyga o'xshab, akangga o'xshab, sen ham o'g'il bolali bo'l. Ro'zg'orlaring tartibli bo'lsin, uzoq umr ko'ringlar, bolali chaqali bo'ling. Oshna do'stlaringiz ko'paysin. Ish qilib sizlarga uzoq umr, sog' salomatlik tilayman. Kelgusida juda yaxshi yashashlaringizni tilakdoshiman. Katta rahmat sizga ham mana shu istaklaringiz uchun. Xonadoningizdagi eng yomon kun mana shu kunga o'tsin. Sizni ham qalb istaklaringizga tilakdoshimiz albatta. Aziz mehmonlar, endigi so'z navbatini davramizda o'tirgan hurmatli akalarimiz, opalarimiz, duomiz bo'lgan yoshlarga, ya'ni kelinni, kuyovni do'stlarga bersak. Kelin qizimiz intizorni bugun mana shu xonadonga kuzatib, lobat dugonalari kelishgan. Birinchi so'z navbati qiz o'sgan xonalar rahmatga boydir. Dugoning muhabbat qoshlari yoydir. Osmonda oy bo'lsa, yerda bir oydir deya muhabbat Fatma Jakuboga bersak so'zni. Rahmat. Sen qaynota sochidagi oq, sen qaynona yuzidagi nur, sen kuyovning qalbida uzoq yashaguvchi muhabbat surur, orzular ko'p, umidlar egiz. Kim bilan siz yashab o'tolgan, burgidan tortib eng aziz, buyimgacha senga
yaralgan, lekin o'zing eng bebaho gench. Sen o'zingsan noyob durdona, chunki sening qadaming yetgach tilla bo'ldi g'arib ostona. Assalomu alaykum, hurmatli baxtli kechamizning baxtiyor qatnashchilari. Mana biz bugun dugonam intizor Qandoqning umr yo'ldoshi Rashidbeklarning baxt va visol oqshomga yig'ilishgan ekanmiz. Men shu fursatdan foydalanib bu ikki yoshga chinor umridek uzoq umr, asal kabi shirin hayot tilayman. Neki orzu-umidlari bo'lsa ro'yobga chiqaverishida tilakdoshman. Yagona tilagim baxtli bo'linglar. Shu baxtli zamonda davron suringlar. Xalqimiz aytgandek orzuga yo'q, uyingiz to'lguncha farzand ko'ringlar. Baxtli bo'linglar. Muhabbatxon, katta rahmat. Siz ham baxtli bo'ling. Mana shu hammani bilgan istaklaringizga albatta biz ham tilakdoshmiz. Kelgusidagi o'qish ishlaringizda ulkan muvaffaqiyat tilab qolamiz. Rahmat. Yigitlar xalqlarning maktabi ko'rgan. Naslning javhari davlat tinchi. Yurtning obodligi to'ylar sababi elning gurkirashi fayzi quvonchi. Yigit omon bo'lsa xavf xatar yo'q. Qalqon va qalbit qo'rg'on salomat, qizlar kulgisida avji daromad, chollar uyqusida jannat barobar. Mana shunday marda-maydon yigitlarimiz mana bugun Madamir akamiz aytganidek davramizga fayz kelib o'tiribdi. Endi so'z navbatini ularga bersak, Rashidbekni eng yaqin mana do'stlaridan birinchi ro'yxatga o'zini do'stlar hazil qilibmi yo hozir mana musulmonchilik davrini avjlayotgan davri eshon deb yozib qo'yganlar. Zokir eshonni bersak birinchi so'z navbati. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli qatnashchilar. Bugün dostumuz Rashid va umr yo'ldoshi bo'lmish intizorlarni baxtli kechasida o'tirgan ekanmiz. Bularga uzoq umr baxtlik tilayman. Hamisha baxtli bo'lsin. Katta rahmat aytganingiz kelsa, sizning ishlaringizga muvaffaqiyat tilab, endi navbatni yana san'atkorlarimizga beramiz. Marhamat, elimiz hamisha to'ylarga to'lg'ay. Qo'noq qo'shiqlarga, kuylarga to'lg'ay. Farzandlar ko'p bo'lgay. Mana shu Mashrif to'yisi kabi san'atkor bo'lgay deya navbatni san'atkorlarga berib, o'z istagini bildirgan mana muhabbat qizni hamda Zokirvoylarni davraga taklif qilamiz do'stlar bilan birgalikda. Marhamat. Buldum ömrüm hastını, geldim oğlum
yardan ciga, harimdan ayrılsam, harimdan ayrılsam. Neyleyim ben yardan ciga, harimdan ayrılsam, harimdan ayrılsam. Benim bir altında